Bizning mijozimiz Alisher Quronbayev. Oliy toifali bolalar xirurgi. Instagramga Dr. Ali 103 deb yozsangiz, ularning profillari chiqib keladi. Ular bizga kecha qo'ng'iroq qilib, bir ikkita mahsulotlarimizdan zakaz qildilar. Men hozir nima mahsulot zakaz qilganlarini birma-bir ko'rsatib o'taman. 10 dona dietический arpali non faqir bolalarga va sog'lom inson ham yesa bo'ladi. Arpa non mana hamma biladigan. Va undan tashqari o'zini hurmat qiladigan insonlar ichadigan omad suvlaridan zakaz qildilar. Bir blok. Va ayollariga, kiyimlariga kirlarni yuvadigan parashok 3 tasi bittada. Men videoni qo'yganman. Nima xususiyatlari bor? Sifnur firmasidan ishlab chiqarilgan parashoklardan 2 dona jo'natib yuboryapman. Va uzoq safarga chiqadigan insonlarga tavsiya qilganman. Ko'p marotabali ishlatadigan salfetka suv quyganda kattalashadi. Mana shundan bir blok yuboryapmiz. Va oxirgisi bambukdan tayyorlangan stakan. Bu oddiy stakan emas. Bu o'zidan shifobaxsh davolovchi xususiyatga ega chiqaradigan narsa. Bunga stakanga suv quyib qo'yib, kechasi ustiga salfetka yopib qo'ysangiz, ertalab ana shu quyilgan suvni ichganingizdan keyin bosh og'rig'i va tanangizdagi bor og'riqlarni chiqarib yuboradi. Как sitramon o'rnini bosadi. Juda ham ko'p xususiyatga bambukdan tayyorlangan stakan. Mana shundan 2 dona ularga chiqarib yuboryapman. Alisher aka, qilgan zakazlaringizni hammasini Xudo xohlasa bugun jo'natyapmiz. Ertaga shunaqa vaqtlarda yetib boradi, qabul qilib oling zakazlaringizni. Biz juda ham xursandmiz sizdek inson bizdan mahsulot zakaz qilganidan. Hech kim kasal bo'lmasin, o'zingizlarni shaxsiy doktorlar qilib bemalol foydalansanglar ham bo'ladi. Alisher akadan maslahat olib, oldilariga borib, hech kim iloyim kasal bo'lmasin. Juda ham oliy toifali vrach. Men uchun shunaqa, har bir inson o'zining fikri bor. Men uchun juda ham oliy toifali vrach bo'ladilar. Bular bizga podpiska bo'lganlar, aloqa qilib turamiz, gaplashib turamiz. Hech kim kasal bo'lmasin, iloyim doktorga ishinglar tushmasin. Shunchaki o'zingizlarni bir qator tekshirtirib turinglar. Bir yilda bir marta ular bilan telefonlashib, oldilariga borib maslahat olsanglar ham bo'ladi. Mana shunaqa mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, barcha mahsulotlarni jamlagan holda masalaga BTS orqali pochtadan jo'natib yuboramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'linglar.